Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan Malayziyaning o'ziga xos tabiati, ekonomikasi va madaniyati haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Mamlakat ekologiyasining o'ziga xosligi yil 12 oy davomida 28-34 gradus bir xil mo'tadil iqlim va bundan tashqari bir daraxtning o'zida ham mevasini, ham g'o'rasini, ham gulini ko'rishingiz mumkin. Mamlakat bundan tashqari palma yog'ini eksport qilish bo'yicha dunyoda 2-o'rinda turadi. Qiziq tomoni, bu yerda dehqonchilik qilish umuman xarajat talab qilmaydi. Bunga sabab birinchidan qulay ekologik sharoit bo'lsa, ikkinchi mo'jizaviy xususiyati bu yerda o'simlik va mevalarni umuman sug'orishmaydi. Sababi har kuni kerakli miqdorda yomg'ir yog'adi. Tasavvur qiling, bitta palma daraxtini ekib qo'ydingiz va har 3-4 haftada faqatgina hosil olish bilan shug'ullanasiz. Bir oydan kamroq bo'lgan muddatda qayta hosil beraveradi va bir yil davomida 12-13 martagacha hosil olasiz. Ta'lim tizimining menga eng yoqqan jihati o'quvchilarga boshlang'ich sinfdanoq davlat maktablarida Qur'on o'rgatiladi. O'qish mavsumi bizda sentyabr-may oylari bo'ladigan bo'lsa, bu yerda yanvar va noyabr oylari. Ya'ni yanvarda ham yangi yil boshlanadi, ham yangi o'quv yili boshlanadi. Sinflar esa juda ham ajoyib. Har bitta sinf A, B, C, D to'rtta toifaga bo'lib o'qitiladi. A toifa bu eng a'lo o'quvchilar toifasi, B toifa yaxshi, C toifa qoniqarli, D toifa yomon o'qiydigan o'quvchilarning toifasiga bo'lib o'qitiladi va har yili ekzamen, ya'ni imtihon topshiriladi. Bu sinfdan bosqichdan bosqichga o'tish imtihonlarida yaxshiroq bahoga o'qigan o'quvchilar yuqoriroq toifaga va o'qish sifati pastlab ketgan o'quvchilar esa pastroq toifalarga bo'lib sinfdan sinfga almashinib, ya'ni C toifada o'qiydigan o'quvchi yaxshi baholarga tugatgan bo'lsa, B toifaga o'tadi. Yana ham yaxshiroq o'qisa, A toifaga o'tish imkoniyati bor. Har yili shunaqa ekzamenlar jarayonida o'quvchilar sinfdan sinfga almashib o'qiydi. Ayol o'qituvchilar uchun bu yerda dekretniy otpuska degan narsa yo'q. Hattoki farzand ko'radigan kunigacha ishlashlari mumkin. Farzand ko'rgandan keyin esa 3 oylik tanaffus olishga haqqi bor, ya'ni bola parvarishi bilan shug'ullanib, 4-oydan ishga qaytishi mumkin. 3 oylik tanaffus davomida 100% oyligi qoplab beriladi. Maktablar, shifoxonalar va barcha budjet tashkilotlarida pastki qismida, ya'ni podvalida xodimlar uchun maxsus bog'chalar ochilgan. Ya'ni 3 oyga to'lgan bolasini 4-oydan ishga kelib, bog'chaga topshiradi, bemalol darsini, ishini qilib, tanaffusda chiqib, emizib, yana ishini davom ettirishga sharoit yaratib berilgan. Mamlakatda asosan 3 toifa millat vakillari yashaydi. Bularning 65% местный, ya'ni shu yerlik malaylar, 30-35% Xitoy va Hind millatlaridan tashkil topgan. 65% malaylarning hammasi 100% musulmon. Qolgan Hind va Xitoy millat vakillarida esa buddistlar, xristianlar va kam sonli musulmonlari ham bor. Mamlakat musulmon davlat bo'lishiga qaramasdan boshqa millat va din vakillariga umuman diniy bosim o'tkazmaydi. Shariatga muvofiq ishlab chiqarilgan qonunlar esa faqatgina shu yerlik musulmonlargina uchun. Masalan, bu yerlik musulmonlar uchun alkogol mahsulotlari, sigaret mahsulotlarini sotish yoki sotib olish, har xil tungi klub, barlarga borish yokida noshariy ochiq-sochiq kiyim kiyish qonunan taqiqlangan. Erkaklar uchun qiziq ma'lumot, musulmon davlat bo'lganligi uchun erkaklarga 2, 3 yoki 4 tagacha, to'g'ri, 4 tagacha xotin olishga qonunan ruxsat berilgan. Lekin xursand bo'lishga shoshilmang. Statistikasiga ko'ra 2 yoki undan ortiq ayoli bor erkaklar deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Chunki shunga yarasha ayollarning huquqi ham qonunan himoyalangan. Masalan, deylik, birinchi ayolingiz hattoki o'zi ishlab turib, o'ziga qimmatbaho avtomobil sotib olgan bo'lsa, ikkinchi yoki uchinchi ayolingizda ham xuddi shunaqa avtomobil bo'lishi shart. Yo'qsa qonuniy javobgarlikka tortilasiz. Shuning uchun ham bu yerlik erkaklar o'zimizga o'xshab, och qornim, tinch quloqim degan shiorga mamlakat iqtisodiyotini birinchi o'rinda neft-gaz eksporti ko'taradi, ikkinchi o'rinda elektronika sohasi va uchinchi o'rinda turizm sohasidan daromad ko'radi. Va bundan tashqari mamlakatda un, yog', shakarga o'xshagan asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini davlat subsidiyalagan va narxlari doimiy davlat nazoratida turadi.
Mamlakatda neft-gaz eksporti birinchi o'rinda turishiga qaramasdan, benzin narxi aholi uchun davlat tomonidan subsidiyalangan. Solishtirish uchun i95 markadagi 1 litr benzinning narxi taxminan 50 sent turadi. Yo'l sanoatiga keladigan bo'lsak, har kuni yog'adigan yomg'irga bir necha yillar davomida bardosh beradigan darajada zamonaviy va qulay yo'llar qurilgan. Quvonarlisi, bizga o'xshash tomonlari ham bor. Bu probkalar. Chunki avtomobil sanoati ham shunga yarasha rivojlangan va raqobat juda katta. Har qancha zamonaviy keng yo'llar va hattoki pulli yo'llar bo'lishiga qaramasdan, kunning ma'lum bir qismlarida oz-oz bu yerda ham probkalar bo'lib turadi. Aholiga avtomobil sotib olish uchun davlat yillik 2% avtokredit beradi. Bundan tashqari uy-joy yoki inshoot sotib olish uchun esa 30 yilga yillik 4% dan kredit ajratgan. Bu yerda eng kam oylik ish haqi $300 ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, oddiy ishda ishlaydigan xalq uchun uy-joy yoki avtomobil sotib olish umuman muammo emas. Bugungi qisqacha ma'lumotlarimiz Malayziya haqida edi. Sizga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Agar sizga qiziq bo'lsa, bunga o'xshash ma'lumotlarni berishda davom etamiz.